Assalomu alaykum aziz kimyogarlar. Bugun sizlar bilan materiya to'lqini va de Broglie atom modeli bilan tanishamiz. Bunda biz nimani tanishamiz deydigan bo'lsak, atomda elektron qanday harakatlanadi degan savolga javob beramiz. Biz dastlab ideal elektron orbitallarni chiqarib olsak. Ideal orbital elektronlarni chiqarib oldik. Undan so'ng agar birinchi pog'onadagi orbitalni ochadigan bo'lsak, uzun qilib ochdik. Ochganimizda atomda elektron to'lqinsimon harakatlanadi, ya'ni tekis harakatlanmaydi pog'onada degan tushuncha paydo bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz. Endi orbitalini yopdik. Elektron orbitalning hajmini kattaytiramiz. Ikkinchi pog'onaga o'tdi. Ikkinchi pog'onada elektron umuman boshqacha harakatlanyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Undan so'ng yana kattalashtiramiz. Uchinchi pog'ona. Uchinchi pog'onada umuman boshqacha. To'rtinchi pog'ona yana ham kattalashtirdik. To'rtinchi pog'onada umuman boshqacha bo'ldi va oxirgi pog'ona 5-pog'ona. 5-pog'onada atom boshqacha harakatlanyapti, atomda elektron. Biz bundan xulosa qilishimiz kerakki, har bir pog'onada elektronlar turli xil harakatlanadi degan xulosaga kelamiz. Sizlar ham bundan foydalanishinglar uchun hozir men shu saytni ko'rsataman. Bunisini o'chirib yuboramiz. Yangi oyna ochaylik. Bunga Java Lab dasturi deb yozasizlar. Birinchi chiqqan saytga bosasizlar. Bunda matematika bor, kimyo bor, biologiya bor, hamma narsa bor. Mana atom modeliga bosasizlar. Birinchi chiqqaniga borsak, hozirgi men sizlarga o'rgatgan atomni modelini ko'rishimiz mumkin mana. Rahmat hammaga e'tiboringlar uchun.